Assalomu alaykum, hurmatli Arslon burji vakillari. Qolgan burjlarni ham chiqazishga harakat qilyapman. Ya'ni niyat qildim. Xudo xohlasa bugun hamma burj sohiblarining bashoratini ko'ramiz. Arslon burji. Arslon burji vakillari uchun yoz mavsumi, yoz fasli hamda iyun oyi energiyasi qanaqa holatda bo'ladi, nimalardan ogoh bo'lish kerak, nimalar qilish kerak, nimalarga tayyor turish kerak. Как ogohlantirish raskladi ham desak bo'ladi. Iyun oyi yoz fasli energiyasi qabul qilinglar. Iyun oyi energiyasi nimalar keladi, nimalar ketadi. Nimalardan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Shaxsiy hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bilan turibsiz? Omad uchun pul energiyasida nima gap va qanaqa voqealar ro'y berishi mumkin? Shularni ham ko'ramiz. Xo'p, Peterka kubkov ozgina kayfiyat yo'qligi bezovta qilmasa, atak iyun oyi yaxshi kayfiyatda, yaxshi holatda o'tishi mumkin sizlarga. Yoz fasli. Справедливость. Siz yoz oyida ancha-muncha muammolaringizni, shaxsiy muammo yoki ishlaringizdagi tashvishlaringizni, muammolaringizni hal qilishga, ancha-muncha muammolaringizdan qutulishingizga juda ham yaxshi fasl siz uchun. Iyun oyi energiyasi tuz kubkov. Tuz jezlov. Judayam ko'p shijoat, shunaqa ko'p harakat sizlarga kerak bo'ladi bu oyda. Nimalar keladi? Yangi takliflar, yangi ishlar, yangi imkoniyatlar keladi. Nima ketadi? Koleso fortuna, taqdir sinovida, taqdir charxpalagi sinovida bo'lishlaringiz mumkin. Ba'zi bir mana shu yangi boshlaydigan ishlaringizga qarab ancha-muncha tashvishlaringiz ham ketishi mumkin. Lekin iloji boricha omadingizni saqlab qolishga, irodali, sabrli bo'lishga harakat qilishinglar kerak, chunki taqdir sinovida bo'lasizlar. Qanaqa o'zgarishlar bilan turibsizlar? Bilim olishga, statusingizni o'zgartirishga, yana ham hayotingizga bir pog'onaga ko'tarilishingizga juda ham omadli vaqt iyun oyi. Shaxsiy hayotda yoki sizni o'tmishingizdagi inson hayotingizga qaytib kelishi mumkin. O'tmishdagilar haqida yoki siz munosabatlarda, eski munosabatlarda o'tmishni tugatib yopishingiz mumkin. Omad bo'yicha omadda sizga qo'rqoqlik, jasorat ozgina kamlik qilishi mumkin-da. Qo'rqoqlik pand berishi mumkin. Siz qo'rqmasligingiz kerak, harakat qilishingiz kerak, o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirishingiz kerak bo'ladi. Pul energiyasida nima gap? O'ta ancha-muncha qarzlaringizdan ham qutulasiz, desatka mechey. No, ancha-muncha xarajatli ham bo'ladi sizlar uchun. Iyun oyida qanaqa o'zgarishlar bilan turibsizlar? Ancha-muncha yangi hayot, yangi ishlar, yangi munosabatlar, ancha-muncha yangiliklar bilan ham turibsizlar. Xudo xohlasa shifoli ochirim bo'lsin sizlarga, arslonlarimiz.